Hurmatli obunachilar, sizlarga 2 bosh avlikol va bitta greypfrut topib qo'ydim. Bu qadar kichkina mol emas. Buni uni sherga taqalib chiqdik. Buni o'tcha qo'pol ekan, keyin aka-ukalar baquvvati bizni tortib ketib qoladi. Qiynamasin deb shu bor shu yerda olyapmiz. Tashqarida buni sherigi bor. Hurmatli aka-ukalar, tuyolarni bitta olib bering. Ish bitadi, shunaqa ayiq, oq ayiq olaman deganlarga aka-ukalar mana imkoniyat. Avlikol tonna bo'ladigan variantidan eng qizig'i bor, eng qizig'i yashurdan chiqibdi. Xudo xolasa baqaverasizlar inshaalloh kundan kun kilo qo'shadigan variantdan. Ozmamodni egasi olamiz. Naqab chiqingda. Shegini oling. Tegin olib qo'yasizlar mana. Kelgan bakshi bir xil eko-jupini olgan inson yutadi aka. Uzunligida. Bunisi bo'lsa, nari kuragi bor-a? Buni oling. Buni oling. Bu greypfrut varianti akalar. Kichkina mol emas. Endi bunaqa sortlar bilasizlar. Bunaqa sortda bu qilardi. Arzon bo'lmayapti, menchasi ham. Bularni bo'yini o'lchab, chiroyli video obzor qilamiz. Zakatni bosib turlar. Bugun hafta kuniga 15-fevral bo'lyapti. Yakshanba. Biz Andijon viloyati, Andijon shahar, Bo'ston SMDdan oldi. Bo'ston SMDdan oldik. Zakatcha beradi, akalar kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Bering. Xo'p, bo'yin o'lchab va greypfrutdan boshlaymiz. To'g'ri, video obzor qilib beramiz sizlarga akalar. Telefonda katta, kichik ko'nadi deganlarga endi bularni to'g'risi yo'g'on ekan mollar. 125 ga olaverasizlar. 125 chiqyapti. Bellarni olib bering. Mo'yat keling. Yashurdan chiqqan bunisi. Chiqqan-a? 100 ta. Tuyadi ham bo'yin tuyagini. Olib keling endi. Bir 30 chiqyapti. Akalar 130 mana jonivor. Baqaman degan. Bitta qarating-da. Obunachilar ish bitadi, maqsad sotish shuning uchun bo'ylarini ham o'lchab, qulluq video qilib beryapmiz sizlar uchun. Xudo xolasa chiroyli video obzor bo'ladi. Uka, assalomu alaykum. Azbek qalaysiz? Bormisiz? Buni sherigani u. Sherigi jup aka. Jupiga aka Xudo xolasa nasib oqlan o'ziga 70 million kami bor aka. Kami bor. Xayri bor aka. Akalar 70 million narx aytyapti. Zo'r aka, Xudo xolasa. Garantiya ham bor. Dastavkalari ham bor aka. Kelishilgan holda. Bu yoqni olib qo'ying. Bu tuyoqda qarang, yo'g'onligini. Bu tuyoqlardan turib tuyoq, tikka tuyoq. Endi bular Xudo xolasa hali bo'zayapti bo'lsa, nargini kurab chiqqan. O'sha lekin kurab chiqqan. Kiraga bormoqchiman aka. Tushunarli. Bitta 70 millionga qancha o'tib beramiz? Aniqroq qilib bering, yana telefon qilishsin. 35 dan qaytyapsiz. 68 million so'mga mana aka. Qo'l olib keling. 68 millionga o'tib berasiz. Ha? Bo'laram? 68 millionga necha o'tib beradi akalar? Buni-chi? Bunisini aka endi obunachilarimizga 30 million so'm xayri bor deymiz aka buni. Akalar 30 million, 25 ming minchasini beryapti. 30 millionlik mol bo'lishi ancha bor. Bu 30 million kami bor. Kami bor. Yo'q pul aka. Yo'q pul. Akalar 30 million magazin narxi emas. 30 million kami bor. Aka-ukalar savdolashasizlar. Uchovini bitta olaman degani yo borda. Zo'r tushib berasiz. Bo'ram. Akalar, nahnovodi kuttirmadik. Xudo xolasa uchun tezda aytdik, maqsad sotish. Bunaqa mollar kichkinasi ham pul bo'lyapti. Bunchalik o'zi oson emas. Akalar, yemagan bular. Yo'q aka, bular Yemagan-a? yo'q. Bular yemaydi. Ozmoz bo'ladi. Jalab turgan lekin usulini yeb yotgan yo'q. Ha? Xudo xolasa bosaverasizlar. Inshaalloh bu qadar sog'lom kelib, ko'rib yana yema-ochmonni ko'rib ketishaveradi. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Telefon qilasizlar, ish biladi. Omon bo'linglar.